Bu Xitoydagi eng boy ayol Jo Tsun-Fey. U juda kambag'al oilada tug'ilgan. Uning otasi butunlay ko'r edi. Onasi esa atigi 5 yoshligida vafot etgan. 15 yoshida u maktabni tark etadi va shisha ishlab chiqaruvchi zavodga ishga joylashadi. Lekin 5 yildan keyin bu fabrika yopiladi va Jo o'zining biznesini ochishga qaror qiladi. Eng qizig'i shundaki, u birinchi urinishda muvaffaqiyat qozona olmaydi. 11 marta biznesini qayta rivojlantirishga harakat qiladi. Lekin shisha ishlab chiqaruvchi Lens Technology kompaniyasiga 12-urinishda asos soladi. Buning uchun o'z kvartirasini sotishga majbur bo'lgan, chunki xodimlarga to'lash uchun puli yetmagan. Lekin bir zumda barchasi o'zgardi. Motorola kompaniyasi telefon shisha ekranini ishlab chiqarishni taklif qildi. Bu uning hayotidagi burilish nuqtasi edi. Hozirgi kunda Lens Technology shishalaridan iPhone va Samsung kompaniyalari foydalanishadi. Qachondir oddiy zavod ishchisi, bugun Xitoydagi eng boy ayollardan biri. Hayotingizda biror qiyin vaziyat bo'lsa, taslim bo'lishga aslo shoshilmang. Unutmang, hayot yiqilgan joyingizdan boshlanadi.